Assalomu alaykum Nurmebel obunachilar. Mana xudo xolisa navbatdagi Qo'qondan tushgan zakasimiz tayyor bo'ldi. Razmerlari 430 ga 230, komplegida 3 ta tumba, 4 ta yostig'i bor. Jurnalni stoli kerak emas ekan, jurnalni stol tayyorlamadik. Dekorlarni karishni qilib bering. Mebelni svet bo'lsin deb, mebelni qilib sebib tayyorlab berdik. Noshyalar ham shunga mos holatda mebelni bo'lgan. O'zimiz xonadonda ishlab chiqaramiz, o'zimiz oilaviy ishlab chiqaruvchimiz, xudo xolisa birinchi qo'l. Mana orqalari ham o'zini materialida ko'rishingiz mumkin. Bir xil qilib yopilgan. Ochiq joyga to'g'ri kelib qolsa ham xudo xolisa chiroyli bo'lib turadi. Bu tomonlari ham xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Juda ko'pchilik mijozlarimiz telefon qilib, rostdan sasna bo'ladimi deb so'rayapti. Sasna deganlar uchun mana karkas holatini ham ko'rsatib beraman dedim. Mana sasna bo'ladi, 100% sasna. Spinkalari ham hali ozgina to'qilmagan. Qalin qilib to'qilgan. 1 2 3 4 5 6 7 ta mana spinka suyanadigan joyini o'zida 7 ta regal qilgan. Hattoki mana bu kichkina yog'ochlari ham polni sasnadan bo'ladi. Teri aralashmaydi umuman. Bu yonlari mana displeyda terilgan. Bu nachalkalar 19, spinkani ikkisi dinalari 22 plot parolonli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Pollariga ham hattoki deplar qaqilgan. Bemalol ko'taraveradi. Yuklarni. Mana shu holatda karkasi bo'ladi. Bu ishimiz ham Samarqanddan tushgan zakasimiz, faqat razmeri 330, 230 edi. Endi xudo xolisa endi tayyor bo'ladi bunisi. Endi tayyorlab beramiz. Karkasi tayyor, endi qoplashni boshlaymiz xudo xolisa. Bu ishimiz pampers prujinalari ham xudo xolisa to'liq qo'yilgan, chekalariga polniy pampers prujina materiallari polimoshi material, haligi super moshi emas, polimoshi material. Ranglari xudo xolisa agar o'ta chiroyli chiqdi, tozalab, artib ishlatsanglar bo'laveradi bemalol. Tumbalari ham taburetkalarni bunday yaqinlashtirsa, spanli holatda ham ishlatsa bo'ladi. Mana bo'ylari teng holatda bo'lgan. Shuni yaqinlashtirib, bitta to'shak solinsa, spanli holatda ham ishlatsa bo'laveradi bemalol. Bittadan bemalol sig'ib, bemalol yotsa bo'laveradi. Buni yaqinlashtiramiz. Bemalol shu turishda 120, 130 ga bunaqasi 70 dan bo'lsa, 210, 60 bilan 270 shunaqa joy bo'ladi. 270 ga 120, 130 joy bo'lib qoladi. Bitta to'shak solinsa bemalol bitta odam yotib dam olsa bo'laveradi. Bu ishimizda 4 ta bolishi ham bor, lekin jurnalni stoli yo'q, jurnalni stoli kerak emas dedi. Xudo xolisa uni sketchga dastavka bo'ladi. Iloji bo'lsa dastavka holatini ham qo'yamiz. O'ta go'zal qilib chahlariga e'tibor berishlar mumkin. Mana o'ta go'zal qilib tikilgan. Yopishishlari. Xudo xolisa uyga borib ochiladi, uyga borgandan keyin ham xudo xolisa o'ta go'zal bo'lib ochiladi. Bu ishimizni o'nchab tanlamaydi. Uyni to'rov burchagiga tushaveradi. Burchakni bu tomonga olitsanglar, bu yog'i 230, bu yog'i 430 bo'lib o'nchab bo'laveradi bemalol. O'nchab tanlamaydi. Uyni to'rov burchagiga aylanib tushaveradi xudo xolisa.